Yevropada eng ko'p maosh oladigan top 5 ta futbolchilar. Birinchi o'rinda Real Madrid, na Barselonada o'ynaydi. Hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mavsum davomida futbol haqida barcha yangiliklardan qolib ketmaysiz. Xo'sh kelinglar, birinchi bo'lib 5-o'rindan boshlaymiz. To'g'risi, bu yerda kutilmagan futbolchi. Bu Jamal Musiala. Yillik maoshi 22,83 million yevro. 4-o'rinda esa uning jamoadoshi Harry Kane 25 million yevro topadi. Undan ozgina ko'proq esa yil davomida Real bilan shu maoshni muammo qilib bir amallab oyligini ko'targan Vinicius Junior 25,5 million yevro u ham yiliga topadi. Undan keyin esa uning jamoadoshi albatta Kylian Mbappe 31,25 million yevro. Va birinchi o'rindagi o'yinchi salkam 2 yil oldin jamoasi bilan 11 yillik shartnoma tuzdi va shu 11 yil ichida har mavsum 31 million 860 ming yevro topadi. Bu esa Erling Haaland. Agarda to'liq 10 talik ro'yxatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga kiring. Tasavvur qilasizmi, u yerda bitta ham PSG o'yinchisi yo'q. Hoziroq kirib qarab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ishonavering, u yerda yana bir nechta kutilmagan o'yinchilarni ko'rasiz.